Oldin aytardimki, tarbiya oiladan boshlanadi. Zo'r tarbiya ko'rgan, ota-ona shunaqangi yaxshi, shunaqangi mehnatkash, shunaqa halol luqma bilan bolalarini yedirib ichirayotgan holatlarda ham qizlarda shunaqangi bir noto'g'ri, nojo'ya xatti-harakatlar bo'lyapti. Shu bilan birgalikda yigitlarimizda psixotrop moddalar iste'moli. Bu juda ko'paygan. Nima qilish kerak? Mana shunday holatda turgan oilalar bizni kuzatayotgan Birinchi navbatda ota-onalar nima qilishimiz maslahat kerak berasiz? degan joyda ota-ona farzandlari bilan do'stlashishni, gaplashishni bilishlari kerak. Eng muhimi gaplashmay qo'yishgan, uni hayoti bilan qiziqishmaydi. Uni o'sha butun tarbiyasini internetda qo'liga topshirib qo'ygan. Bugungi davrni qizini, o'g'lini tarbiya qilayotgan ota-ona o'sha farzandlardan 10 qadam oldinroqda yurishni o'rganishlari kerak. Ya'ni ular foydalanayotgan ijtimoiy saytlarning hammasidan xabardor bo'lish shart. Aytamizki, ha, ishimiz ko'p, charchaymiz, boshqa qilamiz, lekin biz bolalarimizni o'zimiz qo'limiz bilan yo'qotib qo'yyapmiz.